Atqo. Hazrati Umar xalifa bo'lgan davrda Madinadagi dahshatli qo'rg'oqchilik bo'ldi. Hazrati Umar ibn Hattob: "Yo Rabbim, Rasulullohning amakisi hurmatidan senga yolvoramiz. U zotning hurmati tufayli sendan mag'firat va ihson tilaymiz" deb Hazrati Abbosni vasila qilgan holda duo qilgan. Xalifa Umarning iltimosi bilan Hazrati Abbosning o'zi ham duo qilgan. Alloh taologa shunday yolvorgan: "Allohim, hammasini ko'rib turibsan. Chorasiz mahluqotlaringni o'z holiga tashlab qo'ymaysan. Oyog'i singan tuyaning ochlikdan o'lib ketishiga ham yo'l qo'ymaysan. Ey buyuk Robbim, bolalarimiz kuch-quvvatdan qoldi. Keksalar ignaning ipidek bo'lib qoldi. Faryodlari ko'kka yetdi. Sen maxfiyni ham, o'ta maxfiyni ham bilguvchi zotsan. Bu ojiz bandalaringga yordam bergin. Marhamatu rahmatingni daraxt tutmagin. Rasulingga yaqinligim sababli mening yonimda senga yolvormoqdalar. Bizga yomg'ir bergin, yo Rabbim." Bu yolvorish va niyozlar ilohiy dargohga yetib bordi. Birdan bulutlar to'planib osmon qoraydi. Momaqaldiroq gumburladi. Ilohiy rahmat yomg'iri tomchilari shaklida Madina va uning atrofiga to'kila boshladi. Yomg'ir shunchalik ko'p yog'diki, Madina ko'chalarida yurib bo'lmay qoldi.